Bugün o'qiydiganimiz bo'lsa, Uyg'ur xalq masallardan tadbirlik eshak. Bir eshak idilliqda o'tlavasa, ash qolgan bir bo'ri kelib qapti. "Voy, xo'ymi uchrashding?" debdi bo'ri eshakka qarab. "Necha kundan beri seni izlab yurgandim." "Nima qilatding?" deb so'rabdi eshak, bo'ridan qutulishning chorasini o'ylab. "Sening go'shing menga to'g'ri bo'lib qoldi. Rozi bo'l", debdi bo'ri. Yiroq yaqinda qutqizib olgan odam yo'qligini bilgan eshak varqirayolmay ko'zdan yosh to'kilibdi. "Voy isit", deb nola qildi. "Ha, nimaga voy isit deysan?" deb so'rabdi bo'ri. "Voy jon do'stim", debdi eshak. "Marhum otam hayot vaqtida putimning ostidagi bo'shliqqa bir qora xat bitib qo'ygan. O'limim oldida shuni bir o'qib bersang, sendan u dunyo bu dunyo rozi bo'ladim. Baribir seni yeyman-ku. Bo'pti, o'qib bersam o'qib beray. Qani ko'rsat", debdi bo'ri. U ingishib yaqin kelishiga eshak rosa kuchab bo'rining qulqi tuyiga qalmashtirib birini tepgan ekan. Bo'ri tikmo'laq tushib jon talishibdi va buni bayitni o'qib jon o'sibdi. "Atam o'qimagan qora xatni, anam o'qimagan qora xatni o'qiyman deb bekor topdim, jonimga to'xtagan dardni.